Mahalla raisi hammaga mana shu yerda 5-6 ta ko'rsatasiga ham, otasiga ham yetibdi. Plastik kartochkani menga berasiz, 2,5 million deydi. 1 million sen olasan, 1,5 million meni cho'nchagimga ketadi. Shunga rozi bo'lsangiz, beramiz debdi. Mana bitta invalid, mana guvohim. Bor narsa 1 yildan beri hech narsa olmaydi. Xumoni raisi, Sergelini. Bo'tda hozir na 8-hudud, na 7-hudud, na 9-hudud. Mana shuncha ayollar. Shuncha ayollar nimaga hamma 9dan beri kecha kechqurun 12gacha o'zligisini xonasida bekim olib pul sanashgan. Bizning xotinlar eshikni qulab olib, tashqarida qulib yo'q, lekin ichkarida svet bor. Xotinlar kelib tarqatishgan. Mana nogironlar. Meni o'zim ikkita sudrachiligim bor. 4 ta farzandim bor. 2-3 marta keldim. Ensasini qotirib ishlasanglar bo'lmaydimi? Falon joyga boring, sizga 33 million kredit beradi. Bemalol to'laysiz, xolasingiz yashang deyapti. Bular bunaqasiga kelsang yordam so'rab, ustingdan kulib, bankka kredit olgin deydi. Vaholanki mana nogiron 1 yildan beri hech narsa olmagan ekan. Iltimos kelib sharoitni kreditdir. Mayli sog'lom odamlar bordir, mayli boshqasi bordir. Lekin bu pulni qayerga ketayotganini unda tekshiringlar, iltimos tepadinglar, o'tiravermasdan. Xalqda puliga prezidentimiz beryapti mana karantinda. Bizga nimaga kelyapti vabo? Bu Qur'onda yo'q narsa edi. Lekin mana shu o'zbeklar oyog'ini tiqqanidan bo'lyapti. Tepadinglar ko'zinglarni ochinglar bulardan. Ha, shuning chora ko'rishlaringizda insonlar, ko'ringlar, rostdan ham. Uyma-uy beradi dedi, 3 kunda beradi dedi. Nima deyapti? Bizga yetib kelmadi debdi, boyiga to'polonladi. Iltimos odamlar haqiqat qani? O'shancha mana shunaqa odamlar ko'payib ketgani uchun, mana shunaqa kasallik, mana shunaqa klimatimiz, mana shunaqa karshiligimizga chuqur tushyapti. Bechara kambag'al qanaqa borib so'rasin? Uyaladi so'ramaydi. Shundan foydalanyapti. So'ramaydi, bechara kambag'al. Mana nimaga mard? So'ramaydi. Meni bolam och qoldi, uyaladi so'rashga. Bular o'shandan foydalanib pul qilyapti. 100 gacha sotdik. Nima yana rolikgacha sotamiz 50 mingga hamma kapchika puli deb. Nima qilaylik yana? Ko'chib kelganda hamma orzu-havas bilan keladi. Uyimda masalan xolodilnigim yo'q. Keldim men $300 ga olgan xolodilnigimni 1 millionga sotib yubordim. Mayli yangi joyga ko'chib borganman. Uyat andisha. Yanvarda kelgan bo'lsam, men 0.5 makaron ham olmaganman. O'tirib. Jo'nating, bo'ldi, bosing. Bosing, jo'nating. Nimaga rais bo'ldingiz? Rais bo'lmasin, bersin xalq. Bugun otdi. Normalni gapirsa ham. Mana opani o'zi gaplashsin bo'ldi. Sifatli bersa kimlarga bergan? Aytingizmi? Senga mumkin ekan hamma narsa, bizga mumkin emas. Bizga mayli, oting mayli. Lekin o'tirish kerak. Menga yomonlik qo'ygan. Hop, o'shani bitta gaplaysiz. Qonun doirasida qonun doirasida bular qonun doirasida qonun doirasida joyda o'tiribsiz. Bitta siz olingan nima qiling? Buni eshitmasa nima qiling?
Ben sizni ko'zga tushirmoqchi olmaymanmi? Siz gaplashing olmaydi. Lekin bular tushunmasa nima qilaymiz? Sizlardan yosh katta odamni ko'rsatma. Bitta o'zingiz gaplashib olishsinda. Bitta odam bilan gaplashaman. Sizlar ko'pchiliklar bittalar o'tdinglar. Men shunga o'zi aytdim. Hammani och qo'yib o'zib Qoling, iltimos. Bo'ldi, bormaydi, o'zi gaplashsin, yosh kattalar borku. Yo'q, mana shu biz ham eshitamiz shuni. Gapini biz ham eshitishimiz kerak. Bitta odamning gapini tan olmaydi. Savol bo'lsa keyin Sen